Bobirjon, o'zingliging tinmay jiringlayapti. Turmaysanmi? Bo'ldi, hozir turyapman. Tura qol bolam. Choy tayyorlab qo'ydim, choy ichib ketasan. Hop, hop. Hech bu dilni qo'ymasdi. Ne ertalabdan bu dilni qo'yib qo'yibdi. Tinchlik ekanmi? Hech ham bu dilni qo'ymasdi. Nima bu dilni qo'yibdi? O'zi uxlab yotibdi. Budillik? Hayotda qilmagan ishi. Tursa o'zingiz gaplashib qo'ying. Opa. Assalomu alaykum, onajon, yaxshi dam oldinglarmi? Kel o'g'lim, nonushta qil. Yo, sizlar bemalol, rahmat. Men ishxonada ichaman. Xabaring bormi? Lahli ketib kech keladi. Anu yomon bolalarga qo'shilib ketmadimi ish qilib? Voy, bilmadim. Siz kelganda yaxshilab gaplashing. Xo'p, gaplashaman. O'rtoq, Do'stim. oldingmi? Yaxshi dam oldingmi? Shunisi? Xudoga shukr. Sovuqdan nima qilarding? Kelib, dam olsang bo'lmaydimi? Do'stim. Allohdan ertalabda so'rab chiqdim. Bugun ishimiz yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Sovuqda yurmagin deyman-da, do'stim. Sog'liqqa ham qarash kerak. Uni buni qo'y, mashina keldi, yuyli. Bo'ldi, hozir chiqaman. Aka, mushangiz tayyor, Xudo xolasa, chotki bo'ldi. Qo'ldan kelgan. Mana siz senga zo'r yurgan ish. Men sizdan olib qo'ya qol. Yo, aka, ko'p. Yo'q, zo'r. Rahmat. Kelib turing, aka. Xo'p bo'ladi. Ha, oldim, do'stim. Ko'p berdi, aka. Shunaqa yaxshi insonlar ham bor-da. Baraka topsinlar. Yur do'stim. Kel, aka. Ishlayapsizlarmi? Mashina yuvish kerakmi, aka? Mashinani yuvish kerak. Bo'l, yuboramiz. Bo'ldi, aka. Onasi. Bo'l. So'raking ol, bir joyga borib kelamiz. Qayoqqa? O'g'lining ishxonasiga borib ko'rib kelamiz, ishdami yo'qmi? Bo'l tez. Hozir kiyib oling. Hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Mashinani yuvish kerakmi aka? Bobir bormi? Mana o'zim yuvaveraman. Bobirni chaqirib ol. Senga aytilgan ishga bu vaqt yo'q. Bo'la qol. Bo'ladimi? Qora mashinada bolalar kelib boshqacha so'radi-ku sani. Ha, bolalar o'rtoqlarim ular. O'rtoqlaringmi? Ya, do'stlarim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchaman. Nolur. So'msan, Yaxshimisan? Charchamayapsan. Charchamayapman. Rahmat, so'msizlar. Nima qilyapsan, Bobir? Shu mashinam bor edi hozir. Ozgina ish qoldi. Dam olishga ketmoqchilik. Yo, rahmat do'stim. Ishlashim kerak. Ketdik, qaytib kelamiz. Yo, mashina egasiga va'da berib qo'yganman. San deb bo'pti, ishingni qil. Mayli, o'rtoq. Ish zo'r bo'ldi, do'stim, xudo xolasa. Mana bu pul saniki, mana bu meniki. Soat ham 2:30 bo'ldi, ketamiz endi. Xudo xolasa. Bolalar ishlayapsizlarmi? Yo'q, aka, bo'ldi, yopildik. Do'stim, sen boraver, men olaman. Ishlaymiz, aka, keling. Keling, mana shu mashinani bering. Onasi. Shu yerdabikin? Nima to'g'ri keldikmi? Ha, shu ishxonasi-yu. Voy, ana, Bobirjon. Voy, Voy, anqar. ona. Tavba. Ota, ona nima qilib yuribsizlar sovuqda? O'zingchi nima qilibsan? Allamahal bo'ldi-ku. Sovqatgan tursan, yur uyga. Charchab ketgandirsan bolam, yur uyga. Men ishlashdan to'xtamayman onajon, qadamlaringiz Madinaga yetmaguncha. Men ishlashdan charchamayman dadajon, siz Ka'bani ko'rib tavob qilmaguncha. Biringiz yoz, biringiz bahorim,
ko'ksimdagi jo'shurgan iftixorim. Farishtalarim, meni farishtalarim, qiyos yo'q, tengi yo'q farishtalarim. Duolari go'zal, duogo'ylarim, iforlari shirin, rayhon bo'ylarim. Farishtalarim, meni farishtalarim, qiyos yo'q, tengi yo'q farishtalarim. Duolari go'zal, duogo'ylarim, iforlari shirin, rayhon bo'ylarim.